Aleyküm selam. Görünsen şahsen işleyapsana. Sotaman. Xudo xohlasa shu mashina sotmoqchiman. Buni qancha deyapsiz aka? Buni narxi o'zimizni musofir aka bo'lsa 800 ming rubl. Mashina idealni sasganliga. Nomer podarka bo'ladi. Mana shu nomerda o'zi 101. Tami 80 ming 70 ming turadi. Nomer chiroyli. Uyimni nomeri aka. To'rtta diska yanni, to'rtta rezin yanni. O'tag'in Semler rezinni beraman. Sterline A93 qo'yilgan signalga. Telefon orqali priglajin orqali mashina yoqadi, o'chiradi, yuklaydi, hamma narsa qiladi. Har narxi qancha? Ham narxi 850. Taqdirdan o'zimiz musofir akalarga o'tib beraman. Qancha o'tib? 20-30 ming o'tib beraman. Yo'q, menda aka sakkiz lira o'tib beradi. Qancha o'tib beradi? O'zimiz podpischiklar kelsa agar 100 o'tib beradi. taksi ko'p bo'lib ketmaydimi? 70 o'tib beradi. O'zimizni musofir akalar kelsa, konkret mana shu Krasnoyarskdan sana hurmatimdan 70-80 obunachilarimiz. obunachilar uchun 70-80 o'tib beramiz. Chiroyli. 1.6 объем 1.6 mexanika 6 skorost yili 2016 sostanisi juda zo'r. Bu videoni do'stlar like, подписка, поделиться. Seni görgen yigitlerin önlerinden adashgan, saçları murat